Zo'r. Xo'p, demak do'stlar, keling unda hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, darsni boshlaymiz. Bugungi o'rganishimiz kerak bo'lgan mavzu bu keyingi guruh belgilari, ya'ni axborot ko'rsatkich belgilari deyiladi. Xo'p, shu paytgacha biz 4 ta guruh belgilarni o'tib bo'ldik. Ogohlantiruvchi belgilar, imtiyoz belgilari, taqiqlovchi belgilar va buyuruvchi belgilar. Xo'p, bizda qolgan belgi, ya'ni keyingi navbatdagi belgi axborot ko'rsatkich belgilari. Axborot ko'rsatkich belgilari adashmasam eng ko'p belgisi bo'lgan belgi, ya'ni shu hozirgi o'tadigan belgilarimiz eng orasida eng ko'p belgilari mavjud bo'lgan belgi bu axborot ko'rsatkich belgilari. Xo'p, keling bir boshdan boshlaymiz. Axborot ko'rsatish belgilari, ya'ni pastda ko'rib turgan bo'lsak, vazifasini aytib qo'ygan. Axborot ko'rsatish belgilarining vazifasi, o'qib ko'radigan bo'lsak, axborot ko'rsatish belgilari ma'lum harakat tartiblarini kiritadi yoki ularni bekor qiladi hamda aholi punktlari va boshqa manzillarning joylashuvi haqida ma'lumot beradi. Ya'ni hozirgi belgilar, hozir o'rganadigan belgilarimiz bizda faqatgina ma'lumot berish uchun ishlatiladi, ya'ni bizga axborot beradi va ko'rsatkich ham beradi. Ya'ni shu bilan birgalikda yo'nalishimizni ko'rsatishi mumkin va turli xildagi axborot ishora belgilarini berishi mumkin. Xo'p, demak, boshlaydigan bo'lsak, 501 belgisidan boshlaymiz. Ya'ni axborot ishora guruhlari 5-raqam bilan belgilanadi. Undagi birinchi belgi bu 501 belgisi, ya'ni avtomagistral belgisi. Avtomagistral belgisi bizda yashil rangda bo'ladi va to'rtburchak shaklda bo'ladi. Xo'p, yana bir narsani aytib o'tishdan chiqyapti. Axborot ishora belgilari deyarli hammasi to'rtburchak shaklda va asosan ko'k rangda bo'ladi. Axborot ishora belgilarining deyarli ko'pi ko'k rangda, lekin ba'zi bir istisnolar tariqasida boshqa rangdagi belgilar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni rangi farq qilishi mumkin, lekin asosiy rangi deyarli ko'k rangda. Xo'p, ko'rdik bo'lsa bizda sariq rang ham aralashib qolgan, yashil rang ham bor ba'zida. Lekin mana jigarrang rang ham bor, lekin ko'pincha bu belgilar to'rtburchak shaklda bo'ladi va ko'k rangda bo'ladi. Xo'p, demak, bizda birinchi belgi bu avtomagistral belgisi. Avtomagistralga oid belgilar ko'pincha yashil rangda bo'ladi. Xo'p, demak, avtomagistral belgisi bizda avtomagistralda harakatlanib ketayotganligimiz haqida ogohlantiradi. Undan keyingi belgi 502 belgisi bizda avtomagistralning oxirini bildiradi. Ya'ni ko'rib turgan bo'lsangiz, qizil avtomagistral belgisiga qizil liniya tortib qo'yilgan. Bu avtomagistralning ya'ni avtomagistralning oxirini bildiradi. Yo'l harakati qoidalarining avtomagistrallarga harakatlanish tartibi o'rnatilgan yo'lni bildiradi. Ya'ni avtomagistralda bir nechta qoidalar bor. Ya'ni bu narsani yodlab olishimiz kerak, bilib olishimiz kerak, chunki savollarda ham tushishi mumkin. Avtomagistralda bir nechta qoidalar bor, ya'ni bir nechta taqiqlangan harakatlanishlar bor, ya'ni harakat qilish jumlalari bor. Masalan, keyin birinchi navbatda aytamiz, avtomagistralda piyodalar harakat qila olmaydi. Avtomagistralda piyodalar harakat qilishi taqiqlanadi. Undan keyingi taqiq qo'yilgan narsa sekin harakatlanuvchi transportlar, ya'ni 40 km/soat tezlikdan kam yuradigan, ya'ni 40 km/soat tezlikdan yuqori tezlikda harakatlana olmaydigan transportlar avtomagistralda harakatlanishi kerak emas. Bunday turdagi transportlarga traktorlar bo'lishi mumkin yoki o'zi yurar mashinalar bo'lishi mumkin. Ular 40 km/soat tezlikdan ko'p harakat, ya'ni osholmasa, tezligi 40 km/soat tezlikdan osholmaydigan bo'lsa, avtomagistralda harakatlanishi kerak emas. Undan keyingi avtomagistralda qoidasi orqaga harakatlanish. Avtomagistralda orqaga harakatlanib bo'lmaydi. Hech qanday holatda orqaga harakatlanish taqiqlanadi. Har qanday holatda orqaga harakatlanish taqiqlanadi. Undan keyingi narsa to'xtash va to'xtab turish. Avtomagistrallarda to'xtash ham to'xtab turish ham mumkin emas. O'zining maxsus dam olish joylarida, dam olish zonalarida to'xtash kerak, faqatgina yoki to'xtab turish kerak. Lekin ba'zi bir holatlar istisno, agar qanaqadir sizda favqulodda holat yuz beradigan bo'lsa, to'xtasangiz yoki to'xtab turishingiz bo'ladi. Ya'ni avarinka chiroqlarni yoqib qo'ygan holatda chetroqda to'xtab turishingiz mumkin, lekin shunchaki to'xtab yoki to'xtab turish taqiqlanadi. Undan keyingi narsa burilish va kesib o'tish, ya'ni qarama-qarshi tomonga burilish yo'li bo'ladigan bo'lsa ham, lekin belgi bo'lmaydigan bo'lsa, shunchaki burilib ketish taqiqlanadi. Faqatgina belgilangan belgilar orqali ko'rsatilgan joylarda burilish yoki qayrilib olish mumkin, yoki shunchaki ochiq joy bo'ladigan bo'lsa, avtomagistralda kirib qarama-qarshi tomonga o'tish yoki burilish mumkin emas. Undan keyingi narsa o'quv mashinalarida harakatlanish, ya'ni o'quv mashinada harakatlanayotgan bo'lsangiz, avtomagistralda harakatlaninishingiz mumkin emas. Demak, shu qonun qoidalar iborat, ya'ni 5-6 ta taqiqlangan jumlalari bor, ya'ni ko'rsatilgan holatlar bor. O'sha holatlar mumkin emas. Bu narsalar testda tushishi mumkin. Shu sababli yaxshilab o'rganib olish kerak. Lekin ya'ni testda bir savol tushadi, ya'ni avtomagistralda shatakka olish mumkinmi degan savol tushadi. Ha deyish kerak. Har qanday holatda avtomagistralda shatakka olsa bo'ladi. Ya'ni shatakka olish taqiqlanmagan. Shatakka olish mumkin avtomagistralda. Bu bo'yicha testda savol tushadi. Shu sababli mumkin emas degan javobni belgilab qo'ymang, chunki har qanday holatda shatakka olish mumkin. Xo'p, demak, undan keyingi belgi bizda 503 belgisi, avtomobillar uchun mo'ljallangan yo'l, ya'ni faqat avtomobillar, avtobus, mototsikllar harakatlanish uchun mo'ljallangan yo'lni bildiradi. Demak, bu belgi o'rnatilgan joyda bizga axborot beradi. Faqatgina avtomobillar, avtobus, mototsikllar harakatlanishi kerak. Boshqa transportlar bu yo'ldan harakatlana olmaydi. Undan keyingi belgi bizda 504, ya'ni 503 belgisining inkori avtomobillar uchun mo'ljallangan yo'lning oxiri, ya'ni 503 belgisining oxirini bildiradi.
Xo'p, demak, undan keyingi belgi 505 belgisi bir tomonlama harakat yo'l. Bu 505 belgisi hozirgi vaqtda ko'p joylarda bor, ya'ni shaharlar ichida ham juda ko'p o'rnatilgan, ya'ni односторонний yo'l deyiladi ruschasiga aytadigan bo'lsak. Xo'p, o'zbekchasiga bir tomonlama harakat yo'li, ya'ni bu belgi o'rnatilgan ko'chada faqatgina bir tomonga harakat bo'layapti, ya'ni qarama-qarshi harakatlanish yo'q. Ya'ni siz qarama-qarshi harakatlana olmaysiz bu belgi o'rnatilgan joyda, faqatgina bir tomondan harakatlanib ketishingiz kerak. Undan keyingi belgi 506 belgisi, 505 belgisining inkori, ya'ni bir tomonlama harakat yo'lining oxiri. Ya'ni bu bir tomonlama harakatning односторонний yo'lining oxirini bildiradi. Undan keyingi belgi bir tomonlama harakatga yo'lga chiqish. Bu belgilar 571, 572 belgisi. Tasavvur qiling, siz qaysi ko'chadan chiqyapsiz, sizning harakatlanib ketayotgan ko'changiz bir tomonlama yo'l ekanligini bildiradi. 571 belgisi biz harakat o'ng tomonga bo'layotganini bilamiz, ya'ni faqatgina o'ng tomonga harakatni amalga oshiramiz. Chap tomonga harakatlanib bo'lmaydi, chunki u односторонний yo'l faqatgina o'ng tomonga harakatlanib ketyapti. Chap tomonga harakatlanish mumkin emas. Bizda 572 belgisi harakatlanish, ya'ni bir tomonlama harakatlanish chap tomonga bo'lyapti, ya'ni o'ng tomonga harakatlanish taqiqlanadi. Faqatgina chap tomonga harakatni davom ettirish kerak. Qanaqadir ko'chadan chiqayotgan bo'lsangiz, sizda bu belgi o'rnatilgan bo'lsa, ya'ni oldingizda. Xo'p, undan keyingi belgi 581 belgisi bo'laklar bo'yicha harakat yo'nalishi, ya'ni ko'rib turadigan bo'lsak, bo'laklar bor, ya'ni harakatlanish bo'laklari, harakatlanish tasmalari ham deyiladi. Xo'p, xalq orasida aytishadi, palasa deyishadi. Ya'ni bu palasalarni ko'rsatib qo'ygan, qaysi tomonga harakatlana oladi. Ya'ni agar bu hozirgi vaziyatda bizda 3 ta palasa bor ekan, ya'ni bir yo'nalishda 3 ta palasa bor, ya'ni 3 ta harakatlanish tasmasi bor. O'ng chetki tasmadan harakatlanib kelayotgan transportlar faqatgina o'ngga burila oladilar. O'rta palasadan kelayotgan, ya'ni o'rta harakatlanish tasmasidan kelayotgan transportlar faqatgina to'g'ri yura oladilar. Chetki chap tasmadan kelayotgan transportlar xohlasalar to'g'riga, xohlasalar burilib olishlari mumkin, xohlasa qayrilib olishlari ham mumkin. Ya'ni hozirgi vaqtda burilishni ko'rsatayotgan belgi qayrilib olishga ham ruxsat beradi, ya'ni qayrilib olish taqiqlanmagan. Demak, hozirgi vaqtda biz o'rta palasadan kelib o'ngga burila olmaymiz yoki chapga ham burila olmaymiz, faqatgina to'g'ri yurishimiz kerak. Ya'ni bizga ko'rsatib beradi, ya'ni ko'rsatkich sifatida yo'nalishni ko'rsatyapti, bizga qaysi tasmadan kelsak, qaysi tomonga yurishimiz kerakligi haqida. Bundan keyingi belgilar bizda bo'lak bo'yicha harakatlanish yo'nalishi, bo'lak bo'yicha ruxsat etilgan harakat yo'nalishini bildiradi. Ya'ni xuddi shunaqa bizda tasmalarga ajratilgan 5821, 5822 va 5824 gacha bizda yo'nalishimiz ko'rsatadi. Ya'ni tasmalar orqali qanday harakat qilishimiz mumkinligini ko'rsatyapti. Ya'ni oldimizda harakatlanish yo'nalishini ko'rsatib turibdi. Xo'p, bundan keyingi belgilar bizda do'stlar bo'lakning boshlanishi. Xo'p, demak do'stlar, ko'rib turadigan bo'lsak 5831, ya'ni qo'shimcha bo'lak kiritilyapti. Ya'ni bu bo'lakka o'tib olish kerak, o'tib harakatlansak ham bo'ladi. Ya'ni oldimizda harakatlanayotgan vaqtimizda qo'shimcha bo'lak ham tashkil etilayotganligi haqida axborot beradi. Undan keyingi belgi bizda 5832 belgisi. Ko'rib turadigan bo'lsak, hozirgi vaqtda chetki emas, balki hozirgi vaqtda chap tarafdagi bo'lakda belgi o'rnatilgan. Ko'rib turadigan bo'lsak 40 kilometr, ya'ni eng kam tezlik degan belgi. Eng kam tezlik bizda hozirgi vaqtda 40 km/soat tezlikda bo'lishi kerak. Undan yuqori harakatlanish kerak. Agar sizning transportlaringiz 40 km/soat tezlikdan ko'p harakatlana olmaydigan bo'lsa, siz chetki o'ng tasmaga o'tib harakatlanishingiz kerak. Bu belgi bizga shu haqida axborot berayapti. Ya'ni biz chap tasmadan faqatgina 40 km dan oshira olsak harakat qilishimiz kerak. Aks holda chetki o'ng tasmaga o'tib olishimiz kerak. Xo'p, undan keyingi belgi 584 bo'lakning boshlanishi belgisi, ya'ni hozirgi vaqtda bizda chap tarafga, ya'ni qo'shimcha bo'lak qo'shilyapti. Biz chap tarafdan ham harakatni amalga oshirsak bo'ladi. Bo'lak oxiri, ya'ni hozirgi vaqtda tasavvur qiling, siz ikkita bo'lak bilan harakatlanib kelyapsiz. Ya'ni ikkita harakatlanish bo'lagi bor. Hozirgi vaqtda bizda o'ng tarafdagi bo'lak yakunlanyapti, faqatgina bitta bo'lakka qo'shilyapti. Ya'ni siz hozirgi vaqtda bu belgidan keyin yoki bu belgining oldida chap tarafga o'tib olishingiz kerak. Bo'lagingizni, ya'ni palasangiz chap tarafga o'tishingiz kerak, chunki bu yerda hozir yo'l yakunlanayotganligi haqida axborot beradi. Bundan keyingi belgi bizda 586 belgisi, bo'lak oxiri, xuddi bu belgining teskari varianti. Hozirgi vaqtda chap tomondagi bo'lak yakunlanib, o'ng tomondagi o'ng palasaga o'tib olishingiz kerakligi haqida axborot beradi. Xo'p, demak do'stlar, undan keyingi bizda belgilar ko'rib turadigan bo'lsak, bo'laklar bo'yicha harakatlanish yo'nalishi. Xo'p, ko'rib turadigan bo'lsak, bizda bu belgilar hozir birinchi belgimiz, ya'ni 5871 belgisi harakat ikki tomonlama bo'lgan 3 tasmali yo'l deb yo'lga misol bo'lishi mumkin. Ko'rib turadigan bo'lsak, bizda harakatlanish ikki tomonga bor, to'g'riga va qarama-qarshi yo'nalishda ham harakatlanish qo'yilgan.
hozirgi vaziyatda biz qarama-qarshi yo'nalishga chiqib harakatlana olmaymiz. Ko'rib turadigan bo'lsak, bizda liniya bilan tortib qo'yilgan. Bu degani bizga polosani ham bildiradi. Bir vaqtning o'zida polosani ham bildiradi. Ya'ni bu bir belgisi, ya'ni uzluksiz chiziq bilan belgilangan. Bu degani bu polosani kesib o'tish mumkin emas. Bu degani qarama-qarshi yo'nalishga chiqish mumkin emas. Faqatgina ikkita yo'nalishda, ikkita harakatlanish tasmasida harakatlansak bo'ladi. Bizga bu belgi faqatgina yo'l to'g'rimizdagi harakatlanib ketayotgan qatnov qismi qanday ko'rinishda ekanligi haqida axborot beradi. Ya'ni ikki tomonlama biz harakatlanamiz. Chetki chap tasmadan esa qarama-qarshi bizga harakatlanib kelish transportlari borligidan axborot beradi. Bizda undan keyingi belgi 5872 belgisi. Ko'rib turadigan bo'lsak, biz ham xuddi 5871 belgisining o'xshash belgi, faqatgina bu yerda ko'radigan bo'lsak, bizda taqiqlovchi belgiga o'xshagan belgi o'rnatilgan. Ya'ni belgining ichida belgi bor, ya'ni taqiqlovchi belgi, ya'ni yuk avtomobillarining harakatlanishi taqiqlanadi belgisi. Bu degani o'rta polosidan yuk avtomobillari harakatlana olmaydilar. 3,5 tonnadan ortiq yuk avtomobillar har doim bu polosaga o'tib, ya'ni chetki o'ng tasmadan harakatlanishi kerak. O'rta polosidan 3,5 tonnadan ortiq transportlar harakatlanmasliklari kerak degan ma'noni bildiradi. Lekin chekki chap tasmadan bizga qarama-qarshi yo'nalishda transportlar harakatlanib keladi va bu polosaga o'tishimiz kerak emas. Xo'p, bizda 873 belgisi, bu ham o'sha belgisi. Xo'p, demak bizda bo'laklar bo'yicha ko'rsatib qo'yilgan 3 ta bo'lakda taqiqlovchi belgilar bor. Biz agar chetki o'ng tasmadan harakatlanib ketayotgan bo'lsak, 50 km/soat tezlikni oshmasligimiz kerak. Tezligimiz 50 km/soat tezlikdan past bo'lishi kerak. O'rta polosada esa bizda 80 km/soat tezlikdan past bo'lishi kerak. Chetki chap tasmada esa bizda 100 km/soat tezlikdan oshmasligimiz kerak. Biz o'z tezligimizga qarab polosani tanlab harakatlanib ketaversak bo'ladi. Ya'ni polosa bu harakatlanish tasmasi yoki harakatlanish bo'lagi degani, xohlagan harakatlanish bo'lagini tanlab o'sha tezlikdan oshmagan holatda harakatlanib ketsak bo'ladi. Xo'p, demak bizda keyingi yana belgi 588 belgisi. Bizda bu belgi xo'p, demak chetki o'ng tasmadan faqatgina to'g'riga, ya'ni biz harakatlana olamiz. Chetki ikkita o'rta tasmadan va chetki chap tasmadan bizga qarama-qarshi yo'nalishda transportlar harakatlanib kelayotganligi haqida axborot beradi va bizda qarama-qarshi yo'nalishga chiqishimizga taqiq qo'yiladi, chunki bizda bir liniyasiga o'xshagan belgi chizilgan, ya'ni chiziq chizilgan, uzluksiz chiziq. Bu shu sababli biz qarama-qarshi yo'nalishda harakatlana olmaymiz. Faqatgina o'sha ko'rsatilgan axborot yo'nalishlari bo'yicha harakatni amalga oshirishimiz kerak. Xo'p, demak do'stlar, bizda keyingi belgi 59 belgisi. Yo'nalishli transportlari uchun mo'ljallangan yo'l. Xo'p, bu belgini ko'p o'rnatib ko'rgan bo'lsak kerak. Yo'nalishli transportlari, ya'ni bu qanday transportlar? Bekatlarga ega bo'lgan, yo'nalishiga ega bo'lgan transportlar. Bunga misol bo'lishi mumkin avtobuslar, ya'ni shaharlararo bekatlarga ega bo'lgan avtobuslar, shaharlararo dedim-mi? Shaharlar ichida yo'nalishga ega bo'lgan transportlari. Bunga misol bo'lishi mumkin avtobuslar va yana trolleybuslar misol bo'lishi mumkin, yoki yana marshrutkalar ham misol bo'lishi mumkin. Bu tasmadan faqatgina o'sha transportlar harakatlanishi kerak degan narsani bildiradi. Xo'p, tagida o'qib qo'yadigan bo'lsak, bizda qonun qoidasi ham bor, kichik qoidasi. Keyin buni ham o'qib ko'ramiz. Transportlari yo'nalishda harakatlanayotgan yo'nalishli transportlari uchun mo'ljallangan bo'lakni bildiradi. Belgi qaysi bo'lak ustida joylashgan bo'lsa, shu bo'lakka tatbiq etiladi. Yo'lning eng o'ng tomoniga o'rnatilgan belgining ta'siri o'ng bo'lakka tatbiq etiladi. Agar bu belgi bizning o'ng tomonimizga keladigan bo'lsa, faqatgina o'ng tasmaga tatbiq etiladi. Ya'ni bu belgi faqatgina bitta tasmaga ta'sir qiladi, ya'ni barcha tasmalarga emas. Bitta yo'nalishda faqatgina qaysi tasmaga o'rnatilgan bo'lsa, o'sha tasmaga ta'sir qiladi. Agar yo'lning o'ng tomonida o'rnatilgan bo'lsa, bu faqatgina o'ng tasmaga, chetki o'ng tasmaga ta'sir qiladi. Va undan keyingi bizda belgi 511 belgisi, yo'nalishli transportlari uchun bo'lagi bor yo'l. Ya'ni hozirgi vaqtda aytayaptiki, biz deyarli bu yo'l односторонний, lekin bizning chetki chap tasmadan yo'nalishli transportlar harakatlanib kelmoqda. Bu yerdan faqatgina bizning qarama-qarshi yo'nalishda faqatgina yo'nalishli transportlar harakatlanib kelishini bildiradi va u tomonga, u bo'lakka qarama-qarshi harakat qilib chiqish mumkin emas. Faqatgina chetki o'ng tasmalardan harakatlanishimiz kerak degan ma'noni bildiradi. Xo'p, undan keyingi belgilar yo'nalishli transportlari uchun bo'lagi bor yo'lga chiqish. Ya'ni ko'rib turadigan bo'lsak, tasavvur qiling, siz qanaqadir yo'lga chiqib kelyapsiz, katta ko'chaga chiqib kelyapsiz va oldingizda bu belgi o'rnatilgan. Bu degani harakatlanish o'ng tomonga bo'lyapti, chap tomonga harakatlanishingiz kerak emas. Chap tomonga faqatgina yo'nalishli transportlar harakatlanayotganligi haqida axborot beradi. Siz faqat bu yo'l belgi ko'rsatilgan joyda keldingizmi, faqatgina o'ng tomonga harakatni amalga oshirishingiz kerakligi haqida bildiradi. Undan keyingi belgi 513 belgisi. Bu yerda harakatlanish chap tomonga bo'layotganini bildiradi. O'ng tomonga esa faqatgina
yo'nalishli transport vositalari harakatlanayotganini bildiradi. Hozirgi vaziyatda siz bu ko'chaga chiqqandan keyin chapga harakatni davom ettirishingiz kerak. Xo'p, demak bizda keyingi belgi yo'nalishli transport vositalari uchun bo'lagi bor yo'lning oxiri. Demak, hozir aytib o'tganimizdek, yuqorida ko'rdik. Yuqorida bizda yo'nalishli transport vositalari bo'lagi bor yo'l edi. Hozir o'rganayotgan belgimiz esa bu yo'lning oxirini bildiradi. Ya'ni hozirgi vaziyatda yo'nalishga faqatgina transport vositalari harakatlanishi taqiqlandi. Ya'ni yo'nalishga ega bo'lgan transport vositalari harakatlanmasligi haqida axborot berilyapti. Xo'p, demak bizda keyingi belgi 5.11.1 belgisi qayrilib olish joyi. Demak, bu belgini bilsak kerak, ko'p joylarda ko'rgan bo'lsak kerak, qarama-qarshi tomonga qayrilib olish joyini bildiradi. Ya'ni hududini bildiradi, belgisini bildiradi. Chapga burilish taqiqlanadi. Yana bitta narsani aytib o'tish kerak, Teslada ham juda ham ko'p keladi. Bu belgi o'rnatilgan joyda chap tomonga burilib olsa bo'ladimi? Ya'ni chap ko'chaga kirsa bo'ladimi deyiladi. Yo'q, taqiqlanadi. Har qanday holatda taqiqlanadi. Bu belgi o'rnatilgan joyda faqatgina qayrilib olish kerak. Chapki ko'chalarga kirish taqiqlanadi. Shu narsani esdan chiqarmanglar. Bu juda ham kerak narsa hisoblanadi. Xo'p, demak bizda keyingi belgi 5.11.2 belgisi qayrilib olish oralig'i. Demak, bizda bu yerda qayrilib olish joyi berilgan va qayrilib olayotgan transport vositalari 15 metr oraliqda bo'lishi kerakligi haqida axborot berilgan. Qayrilib olish oralig'ining uzunligini bildiradi. Chapga burilish taqiqlanadi. Bu ham xuddi shunaqa, bu belgi o'rnatilgan joyda ham chap ko'chaga kirish bizda mumkin emas, taqiqlanadi. Xo'p, demak bizda keyingi belgi 5.12 belgisi avtobus yoki trolleybus to'xtash joyi. Bu belgini ko'p ko'rgan bo'lsa kerak, avtobus bekatlari oldida o'rnatiladi. Hozirgi vaziyatda bu belgi o'rnatilgan joy bizga avtobus yoki trolleybus bekati bo'lgan joyni bildiradi. Ya'ni faqatgina bizga axborot beradi o'sha joy avtobus yoki trolleybuslar to'xtash uchun bo'lgan bekat haqida. Xo'p, 5.13 belgisi tramvay to'xtash joyi. Demak, bu endi hozirgi vaqtda avtobus yoki trolleybusning to'xtash joyi emas, faqatgina tramvay to'xtash joyi haqida axborot beradi va tramvay bekatlari oldida o'rnatiladi. Xo'p, bizda keyingi belgi 5.14 belgisi yo'nalishsiz taksilar to'xtab turish joyi, ya'ni taksilarning to'xtab turish joyini bildiradi. Xo'p, undan keyingi belgi bizda 5.15 belgisi to'xtab turish joyi. Ya'ni bu bilsak kerak, avtoturargoh, ya'ni ruschasiga parkovka degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bizda avtostoyankalarda, ya'ni avtoturargohlarda qo'yiladigan belgi, ya'ni bizda bilishimiz mumkin, bu belgi o'rnatilgan joyda biz transport vositamizni to'xtab turishimiz yoki to'xtatishimiz mumkin. Xo'p, do'stlar, sizda hozir hammasi yaxshimi? Hammasi yaxshi ketyaptimi? Ekran hammasi ko'rinyaptimi? Ekranim, ovozim yaxshi ishlayaptimi hozirgi vaqtgacha? Men kanalga tashlab qo'ydim, yozib yubordim. O'shani iltimos menga yozib olinglar. Agar hammasi yaxshi bo'layotgan bo'lsa, ekranim ko'rinayotgan va ovozim eshitilayotgan bo'lsa, davom etamiz. Xo'p, demak, ko'ryapman, ko'pchilikda yaxshi, lekin ba'zi bir joyda qotayotgan ekan. Iltimos, agar qotayotgan bo'lsa, menimcha internet ozgina yaxshi bo'lmasligi mumkin, lekin men videoni zapis qilyapman. Agar ba'zi joyda tushunmay qolgan joylar bo'lsa, boshqatdan video zapis ko'rib olsanglar, tushunib olsanglar bo'ladi. Xo'p, demak, do'stlar, davom etamiz. Ko'pchilikda yaxshi ekan. Xo'p, demak, bizda keyingi belgi bu 5.15.1 belgisi, pullik to'xtab turish joyi. Endi ko'rib turgan bo'lsak, bu belgi sariq rangda. Bu belgidan farq qiladi faqat rangi bilan. Bu degani, bu joyda to'xtasak, biz pul to'lashimiz kerak. Ya'ni bu belgida tekin emas, ya'ni avtoturargoh, ya'ni parkovka bu yerda tekin emas, bu pulli degan ma'noni bildiradi. 5.15 esa bu bepul parkovkani bildiradi. Ya'ni shaharlarda ko'rishimiz mumkin, bepul bo'ladi, lekin sariq bilan belgilangan bo'lsa, bu pulli to'xtab turish joyi borligidan
axborot beradi. Keyingi belgimiz 5.15.2 belgisi yer usti avtomobil qo'yish joyi. Ya'ni bu yerda ko'radigan bo'lsak, bizning parkovkamiz, avtoturargohimiz yer ustida ekanligini bildiradi. Ko'rib turadigan bo'lsak, P harfi bizda ustida, ya'ni qanaqadir buni yer deb oladigan bo'lsak, ustidaligini bildiradi. Bundan keyingi belgimiz bizda yer osti avtomobil qo'yish joyi. Ya'ni ko'rib turadigan bo'lsak, bu belgi podvallarda avtoturargohlar bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu narsani bildiradi. Ya'ni bizga axborot beradi. Avtoturargoh bizda parkovka podvalda ekanligini yoki yer ostida ekanligi haqida. Undan keyingi belgi elektr quvvatlashni avtomobil qo'yish joyi. Ya'ni u elektr faqat bu joyda parkovka qilish uchun faqat elektr avtomobillar qo'yilishi kerak va elektr bilan quvvatlab olishi ham mumkin bo'ladi. Undan keyingi belgi do'stlar bizda 5.16.1, 5.16.2 belgisi piyodalar o'tish joyi. Bu belgi yo'lning chap tomonida qo'yiladi, ya'ni qatnov qismining chap tomonida, bu belgisi qatnov qismining o'ng tomonida qo'yiladi va bizga bu joyda piyodalar o'tish joyi borligi haqida axborot beradi. Xo'p, ko'rib turadigan bo'lsak, o'tish joyi oldida 1.14.1, 1.14.2 yotiq chiziq bo'lmaganda 5.16.2 belgisi yo'ldan o'ng tomonga o'tish joyining old chegarasiga, 5.16.1 belgisi esa chap tomonga o'tish joyining orqa chegarasiga o'rnatiladi. Bu degani zebra chiziqlari o'rnatiladi degani. Bu belgi o'rnatilgan joyda zebra chiziqlari, ya'ni piyodalar o'tishi uchun mo'ljallangan yo'l chiziqlari o'rnatiladi va bu yerda biz har doim piyodalarni ko'radigan bo'lsak, yo'l berishimiz kerak. Bundan keyingi belgilar bizda piyodalar yer osti o'tish joyi. Ko'rib turadigan bo'lsak, tunnellar haqida axborot beradi. Tunnel emas, qanaqadir nima desa bo'ladi. Piyodalar o'tish joyi uchun yer ostida mo'ljallangan joy. Piyodalarning yer ostidan o'tishi mumkin bo'lgan joyni ko'rsatadi. Undan keyingi belgi bizda piyodalarning yer ustidan o'tishi mumkin. Ya'ni ko'priklar bo'ladi, mostlar qurilgan bo'ladi piyodalarning harakatlanishi uchun. Bu belgi xuddi shu narsani biladi. Endi piyodalar yo'lning qatnov qismidan piyodalar yer ustidan o'tishlari kerakligi haqida axborot beradi. Xo'p, bundan keyingi belgimiz bizda 5.18 belgisi tavsiya etilgan tezlik. Xo'p, bu belgini ham Tesla'da ko'rdik, shablon testdan o'tganimizda ham ko'rdik. Bu belgi bizga tavsiya etilgan belgini bildiradi, bizga tezlikni bildiradi. Bu belgi o'rnatilgan hozirgi vaqtda 50 km/soat tezlik tavsiya etilyapti. Bu belgi o'rnatilgan joyda 50 km dan yuqori harakatlansak ham bo'ladi, lekin 50 km dan past tezlikda harakatlansak ham bo'ladi. Hech qanday qonunbuzarlik bo'lmaydi. Faqatgina bizga hozirgi bu belgi bizga harakatlanish tezligini tavsiya etyapti xolos. Xo'p, bundan keyingi belgi bizda 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, yana 5.19.4 belgilari, ya'ni bizga tupik ko'chalarni bildiradi. Bu belgi o'rnatilgan joyda, masalan, hozirgi vaqtda to'g'rimizda tupik ko'cha borligi xabar beradi. Bu chap tomonimizda, bu belgida esa 5.19 belgisida harakatlanayotganimizda o'ng tomonda tupik ko'cha borligidan bizga ma'lumot beradi, ya'ni axborot beradi. Haqida ogohlantiradi desak ham bo'ladi. Xo'p, do'stlar, bizda keyingi belgi yo'lning ko'rsatilgan yo'nalishda oxiri berkligini bildiradi. Oxiri berk yo'l degan narsani bildiradi, ya'ni ruschasiga tupik. Xo'p, undan keyingi belgilar do'stlar, bizga ko'rib turadigan bo'lsak, yo'nalishlarning dastlabki ko'rsatkichi. Xo'p, bu belgilar bizga katta yo'llarda ko'p ko'rishimiz mumkin, viloyatlar aro qatnaydigan yo'llarda ham ko'p ko'rishimiz mumkin. Bizga yo'nalishlarimizni ko'rsatadi. Ya'ni bu belgilar orqali biz yo'nalish olib, o'zimiz xohlayotgan viloyatga yoki o'zimiz xohlayotgan hududga borishimiz mumkin. Hozirgi vaqtda bizga ko'rsatib qo'ygan yo'nalishlarni. Xo'p, undan keyingi belgimizda 5.23 belgisi harakatlanish sxemasi. Ko'rib turadigan bo'lsak, biz bu ko'chadan kelib, shunchaki chapga burilib keta olmaymiz. Biz birinchi to'g'riga o'tib, aylanma harakatni amalga oshirib, keyin chapga burilib ketsak bo'ladi. Ya'ni hozirgi vaqtda bizga harakatlanishning sxemasi degani harakatlanish yo'nalishini ko'rsatib qo'yibdi. Bizga axborot beryapti. Hozirgi to'g'ri ko'chada chapga burilmoqchi bo'lsangiz, birinchi to'g'riga o'tib, keyin aylanib, keyin chapga harakatlanishimiz kerakligi haqida axborot beryapti. Va undan oldin bizga taxirlovchi belgi ham qo'yib qo'ygan. Belgining ichida belgi bor, ya'ni bizga birdaniga kelib chap tomonga qayrilishimizni, ya'ni burilishimizni taqiqlayapti. Undan keyingi belgilar bizda yo'llarning bir sathda kesishmaydigan qismlarida burilish yoki qayrilib olish yo'nalishini ko'rsatadi. Bir sathda kesishmaydigan joylar degani bizda ko'priklar bo'lishi mumkin, mostlar bo'lishi mumkin. O'sha joylarda bizda qanday yo'nalishda harakatlanib, qayrilib yoki burilib olishimiz kerakligini ko'rsatadi. Hozirgi vaqtda masalan ko'rib turadigan bo'lsak, 5.24.1 belgisida biz orqaga qayrilib olish uchun shunchaki to'g'riga yurib, orqaga qayrilib ola olmaymiz. Biz birinchi navbatda mostning ustiga chiqib, ko'prikning ustiga chiqib, keyin pastga harakatlanib tushsak bo'ladi, ya'ni qayrilib olish uchun. Xuddi shu shaklda bizda sxema ko'rsatilgan, ya'ni qanday shaklda yer sathi bilan bir xil shaklda yotmaydigan yo'nalishlarda harakatlanib, harakatni davom ettirsak bo'lishi haqida.
Xo'p, bizda keyingi belgi 5:25 belgisi xizmat ko'rsatish maydoni. Hozirgi vaqtda bizda 10 kilometr radiusda, 10 kilometrdan keyin bizda xizmat ko'rsatish shoxobchalari kelishi haqida axborot beryapti. Undan keyingi belgilar bizda ko'rib turadigan bo'lsak, Xiva, Koson, Andijon degan belgilar bor. Yo'nalishning ko'rsatkichi bizda yo'nalishni ko'rsatyapti. Ya'ni qaysi tomonga yursak, o'sha bo'lgan hududni ko'rsatadi. Masalan, chap tomonga yuradigan bo'lsak, hozirgi vaqtda Xiva, avtomagistral orqali Xivaga borsa bo'ladi. Bu yerda 12 raqami esa bizda kilometrni ko'rsatadi, ya'ni qancha kilometr qolganligi haqida axborot beradi. Bu yerda o'ng tomonda hozir Koson deb yozib qo'yilgan, o'ngga sirka berilgan va 7 kilometrdan so'ng Kosonga borishimiz haqida axborot beradi. Keyingi belgi Andijon, ya'ni bu yerda kilometr ko'rsatilmagan, shunchaki Andijon uchun o'ng tomonga harakatlanishimiz kerakligi haqida ko'rsatyapti. Bu belgilarning barchasi yo'nalishni ko'rsatadi bizga, yo'nalishlar ko'rsatkichi. Hop, undan keyingi belgi do'stlar 5:22 belgisi aholi punktining boshlanishi, 5:23 belgisi aholi punktining oxiri. 5:24 belgisi aholi punktining boshlanishi, 5:25 aholi punktining oxiri. Hop, ko'rib turadigan bo'lsak, bu 4 tala belgi ham aholi punkti deb nomlanadi. Ya'ni biri aholi punktining boshlanishi, 5:24 esa aholi punktining boshlanishi. Ikkalasi ham deyarli bir xil belgi, faqat ko'rib turadigan bo'lsak, bu yerda ranglari boshqacha. Bu qarshi yozuvning o'rnida boshqa yozuv ham bo'lishi mumkin. Aholi punktining nomi yozib tushirilgan bo'lishi mumkin. Chimboq yozuvini o'rniga ham boshqa xohlagan aholi punktining nomini yozib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu hozir faqatgina misol tariqasida berilyapti. Xo'p, demak do'stlar, buni asosiy farqini bilib olishimiz kerak. Rangi ko'k bo'lsa nima qanaqa? Rangi oq bo'ladigan bo'lsa qanaqa? Rangi oq belgi, rangi oq aholi punktini bildiruvchi belgi bizda ma'lum bir cheklovlarni kiritadi. Lekin 5:24 belgisi aholi punktining boshlanishi rangi ko'k bo'ladigan bo'lsa, bu bizga hech qanday cheklov kiritmaydi. Xo'p, demak bilib oldik, oq rangda bo'lsa bizga cheklovlar beradi. Qanday cheklovlar deyilgan bo'lsak, tezlik bo'yicha kilo beradi. Ya'ni bu belgini o'rnatgan joyimizda aholi punkti o'rnatilgan bo'lsa, oq rangda qanaqadir yozuv yozib qo'yilgan bo'lsa, bu hududga kirganimizdan keyin bizning tezligimiz maksimal 70 km/s tezlikni tashkil qilishi kerak. Ya'ni 70 km/s tezlikdan ortiq harakatlanib bo'lmaydi. Bu belgi o'rnatilgan joyda esa hech qanday cheklov yo'q. Agar siz aholi punktidan tashqarida harakatlanib ketayotgan bo'lsangiz, yengil avtomobilda 100 km/s tezlikda harakatlansangiz bo'ladi. Aholi punktidan bu belgi o'rnatilgan bo'lsa, siz yengil transportda harakatlanib ketayotgan bo'lsangiz, 70 km/s tezlikka tushishingiz kerak. Ya'ni undan ortiq harakatlanish mumkin emas. Undan tashqari bu belgi yana bir cheklov beradi, ya'ni signal chalish mumkin emas. Ya'ni tovushli ishoralardan foydalanish taqiqlanadi. Shunchaki tovushli ishoradan foydalanish mumkin emas. Agar qanaqadir avariya holatlarini oldini olish uchun foydalanish mumkin, lekin shunchaki signal chalish taqiqlanadi. Xuddi shu ikkita taqiqni beradi va 5:23 belgisi aholi punktining oxiri belgisida esa bu taqiqlar yana olib tashlanadi. Yana o'z holingizda taqiqlarsiz harakatni davom ettirsangiz bo'ladi. 5:25 belgisi ham aholi punktining oxiri, bu 5:24 belgisining nima deydi, imtiyozini, ta'sir kuchini olib tashladi, lekin bu belgi baribir bizga hech qanday cheklov bermagan edi. Xo'p, bundan keyingi belgi 5:26 belgisi manzil nomi. Bu yerda xohlagan bir manzil nomi ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Hozir vaqtda Chirchiq daryosi bizga manzil nomini bildiryapti. Masofalar ko'rsatkichi ko'rib turadigan bo'lsak, bizda manzil nomlari bor va undan keyin bizda masofalar bor. Ya'ni qancha masofa qolganligi haqida axborot beryapti. Hozir vaqtda Namanganga 14 kilometr, Farg'onaga 42 kilometr, Andijonga 98 kilometr qolganligi haqida ogohlantirish beryapti. Kilometr belgisi, ko'rib turgan belgimiz bizda kilometr yo'llarning o'rtalarida qo'yiladi, qatnov qismining o'rtasiga ko'pincha qo'yiladi, kichkina shaklda, to'rtburch shaklda bo'ladi. Bu raqam har xil raqam bo'lishi mumkin. Ya'ni biz nechinchi kilometrda harakatlanib ketayotganligimiz haqida axborot beradi. Ko'rgan bo'lsak, ko'p axborotlarda bizga aytishadi, M39 yo'lining 200 kilometrligida qanaqadir holat yuz bergan yoki qanaqadir avariya bo'lgan deyishadi. Bu shu yo'llarni raqamlashtirish maqsadida o'rnatilgan. Hozir paytda 1205, ya'ni 1205 kilometrda qaysidir yo'lning 1205-kilometrda harakatlanib ketayotganligimiz haqida axborot beradi. Xo'p, 5:29:11 belgisi va undan keyingi pastdagi belgilar yo'l raqami hisoblanadi. Bizga yo'lning raqamini ko'rsatadi. Hozirgi M39 yo'li yoki E95 yo'li. Hozir ko'rib turgan bo'lsak, E95 yo'li bizda yashil rangda. Bu degani bu yo'l avtomagistralda joylashganligi haqida axborot beradi. Undan keyingi belgilar ham yo'lning raqamini, ya'ni P115 yo'li, M10 yo'li, M55 yo'li. Bu yerda berilgan strelkalar bizga M10 yo'liga masalan o'ng tarafdan borib chiqishimiz mumkinligini, M55 yo'li esa chap tomonga harakatlanib M55 yo'liga chiqishimiz mumkinligi haqida axborot beryapti. Undan keyingi belgi bizda 5:31, 5:32, 5:33 belgisi yuk avtomobillari uchun harakatlanish yo'nalishi. Ya'ni bizga
yuk avtomobilda harakatlanib kelayotgan bo'lsak, o'sha yo'nalishda harakatlanishimiz kerakligi haqida axborot beradi. Xo'p, aylanib o'tish ta'siri. Xo'p, undan keyingi belgilar bizda 531, 532, 532, 532, 3 belgilari. Ya'ni bu yerda hozirgi vaziyatda aylanib o'tish ta'siri, ya'ni bizda aylanib o'tish kerak bo'lgan sxemasini ko'rsatadi. Ko'p ko'radigan bo'lsak, biz to'g'riga harakatlanish, shunchaki to'g'riga harakatlana olmaymiz. Bu yerda harakatlanish taqiqlanadi belgisi o'rnatilgan. Biz to'g'riga harakatlanishimiz uchun birinchi navbatda o'ngga, keyin chapga burilib, yana chapga burilib, o'ngga burilib harakatni davom ettirsak bo'ladi. Va bu yerda ko'rib turgan bo'lsak, nuqtalar bilan o'sha hududlarni ham ko'rsatgan. Bu nuqtada bizda Yangi bozor, undan keyingisi Juma bozor borligi haqida axborot beryapti. Hop, ko'rib turadigan belgimiz yuqori pastda kichkina belgilangan belgilar bizda chetlab o'tish belgilari deyiladi. Tasavvur qiling, qanaqadir harakatlanib ketayotgan yo'limizda ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Bizga chetlab o'tishimiz kerakligini ko'rsatadi va qaysi tarafdan chetlab o'tishimiz kerakligi yo'nalishini ham ko'rsatyapti. Ya'ni biz hozirgi vaziyatda 532 belgisi o'ngga harakatlanib, o'sha ko'chada boshqa ko'cha orqali o'sha to'siqni chetlab o'tishimiz, o'sha hududni chetlab o'tishimiz haqida axborot beryapti. 532, 3 belgisi xuddi shuni teskarisi, ya'ni chap ko'cha orqali o'sha hududni chetlab o'tishimiz kerakligi haqida axborot beryapti. Xo'p, undan keyingi belgi 533 belgisi, stop belgisi. Bu belgini ham juda ko'p ko'rdik. Biletlarimizda, savollarimizda ijodgan vaqtimizda juda ham ko'p ko'rdik. Bu belgisi bizda to'xtash chizig'i haqida axborot beradi. Ya'ni ko'pincha ko'rgan bo'lsak, bu svetoforlar oldida o'rnatiladi va biladigan bo'lsak, to'xtash chizig'i mavjud. Yotiq chiziqlarni o'rganayotganimizda ham o'rganamiz. Hozir ham aytib ketaman qisqacha qilib. Bu belgi to'xtash chizig'i deb nomlanadi. Ya'ni bizda qayerda to'xtashimiz kerakligi haqida axborot beradi. Ko'rib turgan bo'lsak, svetoforlar oldida bu belgi o'rnatiladi, aytib o'tganimdek, va o'sha svetoforning qizil chirog'i yonib turgan vaqtida qayerda, qancha masofada to'xtashimiz kerakligi haqida axborot beradi. Bu belgidan o'tib to'xtashimiz kerak emas, har doim bu belgining oldida to'xtashimiz kerak, ya'ni svetoforning qizil chirog'ida. Agar svetoforning yashil chirog'i yonib turadigan bo'lsa, bu belgi ta'sirida to'xtamasdan harakatni davom ettirsak bo'ladi. Bu belgi bizga to'xtab keyin harakat qilishimiz kerakligi haqida emas, faqatgina svetoforning taqiqlovchi ishorasida to'xtashimiz kerakligi va qayerda to'xtashimiz kerakligi haqida axborot beradi. Undan keyingi belgi bizda boshqa qatnov qismiga qayta tizishning boshlang'ich ko'rsatkichiga. Demak, bizda ko'rib turadigan bo'lsak, bizda hozircha to'g'riga harakatlana olmaymiz, chunki harakatlanish taqiqlanuvchi belgisi qo'yilgan va bizda harakatni boshqa qatnov qismiga o'tgan holatda, ya'ni qarama-qarshi yo'nalishga chiqqan holda aylanib o'tishimiz kerak. Undan keyingi belgisi xuddi shunaqa, ya'ni to'g'riga harakatlana olmaymiz. Bu yerda kirish taqiqlangan. Bu esa hozirgi vaqtda chiqib ketishni ko'rsatadi. Ya'ni o'zimizning qatnov qismimizga o'tib, harakatni davom ettirsak bo'ladi. Ya'ni o'ng tasmaga o'tib, harakatni davom ettirsak bo'ladi. Bu belgilar xuddi shaharlarda yoki boshqa joylarda qo'yilayotgan vaqtimizda xuddi shu shaklda bo'lmasligi mumkin. Bu belgilar bizga faqatgina ko'rsatkichni ko'rsatadi. Ya'ni boshlang'ich belgining nomi ham boshqa qatnov qismiga qayta tizilishning boshlang'ich ko'rsatkichi. Ya'ni bu belgi bizda yo'limizni xaritasi ham bo'ladi. Hozir oldinda bizda qanaqa yo'l kutib turganini ko'rsatadi va qaysi yo'llar orqali qanday qilib o'sha yo'ldan aylanib o'tishimiz kerakligi haqida axborot beradi. Ko'rib turadigan bo'lsak, bu belgi sariq rangda ko'rib turgan bo'lsak, ba'zi belgi bizda sariq rangda. Sariq rangli belgilar deyarli bizda vaqtinchalik belgilarga teng bo'ladi. Bu degani bu belgilar har doim ham o'rnatilmaydi. Ya'ni bu belgilar vaqtinchalik belgi bo'lib, qanaqadir favqulodda vaziyat bo'lgan bo'lsa, o'sha yo'llarda o'rnatilib, yana favqulodda vaziyat ketgandan so'ng bu belgilar yana olib tashlanishi mumkin. Shu sababli bu belgilar sariq rangda hisoblanadi. Undan keyingi belgi 535 belgisi reversiv harakatlanish. Reversiv harakatlanish bu qanaqa harakatlanish? 3 ta tasmaga ega bo'lishi mumkin yoki undan ham ko'proq tasma bo'lishi mumkin. Chetki o'ng tasmadan to'g'riga, chetki chap tasmadan bizga qarama-qarshi harakatlanadi. O'rta polasa, ya'ni o'rta tasma bizda bo'sh bo'ladi va o'rta tasma bizda svetoforlar orqali tashkil qilinadi. O'zbekiston hududida reversiv yo'llar hali mavjud emas, lekin boshqa shaharlarda, boshqa davlatlarda reversiv yo'llar mavjud bo'lishi mumkin, lekin hozirgi vaziyatda O'zbekiston yo'llarida reversiv harakatlanish mavjud emas. Shu sababli ko'pchilik tushunmasligi mumkin bu qanaqa harakatlanish haqida. Xo'p, hozir qisqacha aytib o'tganimdek, ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Bu o'rtadagi tasmani svetoforlar orqali amalga oshiriladi, ya'ni boshqariladi, tartibga solinadi. Agar biz tomonidan svetofor yashil yonadigan bo'lsa, o'rta polosidan o'tib ham harakatlansak bo'ladi. Agar qizil yonadigan bo'lsa, o'rta tasmani bo'shatib, o'zimizning chetki chap tasmaga yoki chetki o'ng tasmaga o'tib harakatni davom ettirishimiz kerak. Undan keyingi belgi bizda 536 belgisi reversiv harakatlanishning oxiri. Ya'ni bu hozir vaziyatda reversiv harakatlanish tugaganligini bildiradi. 537 belgisi reversiv harakatlanish yo'liga chiqish. Ya'ni hozir vaziyatda biz kelayotgan bo'lsak, reversiv harakatlanish yo'liga chiqayotganligimiz haqida axborot beradi. Xo'p, undan keyingi belgi do'stlar 538 belgisi. Ko'rib turadigan bo'lsak, turar joy dahasi deb aytilgan.
Xo'p, demak do'stlar, bizda 538 belgisi yo'l harakati qoidalarining turar joy dahalarida harakatlanish tartibi o'rnatilgan yo'lni bildiradi. Xo'p, bu turar joy dahasi mahallalarga, ya'ni aholi yashaydigan joylarga o'rnatiladi va bu joyda bizda ba'zi bir cheklovlar ham mavjud. Bu joyda piyodalar xohlagan joylardan yurishlari mumkin, ya'ni yo'lning qatnov qismidan ham harakatlanishlari mumkin. Transport vositalarining maksimal tezligi 20 kilometr soat tezlikdan oshmasligi kerak va bu yerda haydashni o'rgatish taqiqlanadi. Ya'ni siz bu yerga kirib, bu belgi o'rnatilgan hududga kirib haydashni o'rganishingiz kerak emas. Ya'ni bu narsa taqiqlanadi. Undan keyingi belgi bizda 539 belgisi turar joy dahasining oxiri deb nomlanadi. Bu belgi xuddi bu belgining oxirini bildiradi. Ya'ni o'sha chiqib ketayotgan joyingizni, ya'ni tasavvur qiling, qanaqadir mahalladan chiqib ketyapsiz, bu belgining o'rnatilganini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni hozir vaziyatda sizda turar joy dahasi tugaganligi haqida axborot beradi. Undan keyingi belgi bizda 540 belgisi favqulodda holatlar uchun kirish yo'li. Bu belgi ko'rib turadigan bo'lsak, bizda yo'nalish ko'rsatilgan. Hozir vaqtda biz ketyapmiz. Bu tog'li hududlarda ko'proq o'rnatiladi va bizda bu yo'nalish, hozir vaqtda ko'rib turgan qora to'rtburchak yo'nalish bizda halokat uchun kirish yo'nalishi hisoblanadi. Agar sizda tormoz tizimi ishlamay qoladigan bo'lsa yoki qanaqadir tormoz tizimida muammo bo'ladigan bo'lsa, bu yo'lga kirib to'xtab olishingiz kerak, chunki bu yo'l balandlik hisoblanadi va avtomobil o'zi harakatlanish davomida to'xtaydi. Bu bizda falokatli holatlarda kirishimiz uchun mo'ljallangan yo'lak hisoblanadi. Bu belgi esa bizda axborot beryapti bu haqida. Undan keyingi belgi 541 belgisi foto va video qayd etish, ya'ni bizning harakatlarimiz video va foto orqali qayd etilayotganligi haqida axborot beradi. Ya'ni harakatlanayotgan joyimizda video kameralar yoki foto kameralar bo'lishi mumkinligi haqida axborot beradi. Undan keyingi belgi 542 belgisi qizil chiroqda o'ngga harakatlanish. Ya'ni bu belgining ma'nosi hammaga yo'l bergan holatda o'ngga harakatni amalga oshirsak bo'ladi. Qizil svetoforning qizil chirog'ida ham. Bu deganimiz hamma deganda piyodalarni ham, transport boshqa yo'nalishdan kelayotgan transportlarimizni ham, oldimizdagi transportlarni ham nazarda tutishimiz kerak. Agar oldimizda hech qanday piyodalar yoki oldimizda hech qanday transportlar bo'lmaydigan bo'lsa, boshqa yo'nalishdagi harakatlanib kelayotgan transportlarga xalaqit bermasdan o'ngga harakatni amalga oshirsak bo'ladi. Undan keyingi belgi bizda 543 belgisi radar belgisi, ya'ni bizda oldinda radar borligi haqida ogohlantiradi, ya'ni axborot ishora beradi. Undan keyingi belgi bizda 544 belgisi velosipedchilar uchun yo'lak, ya'ni yo'lning qatnov qismida velosipedchilar harakatlanib ketishi uchun ajratilgan yo'lakni bildiradi. Xuddi yuqoriroq aytib o'tganimiz yo'nalishli transport vositalari harakatlanish uchun yo'laklar bor, ya'ni bekatlarga bo'lgan avtobuslar harakatlanishi mumkin, ya'ni A polasi deyiladi. Bu ham xuddi shu shaklda 544 belgisi velosipedchilar uchun yo'lak, ya'ni velosipedchilar harakatlanish uchun bo'lgan yo'lakni bildiradi. Undan keyingi belgi bizda 545 belgisi endi hozirgi vaziyatda velosipedchilar uchun yo'lakning oxirini bildiradi. Undan keyingi belgi bizda 546 belgisi maktab deyiladi, ya'ni maktablar oldindan o'rnatiladi. Yana bizga maktab haqida ogohlantirish ishorasini beradi. Ya'ni ogohlantirish emas, ya'ni axborot beradi desak ham bo'ladi. Bizning harakatlanib ketayotgan ko'chamizda yoki hududimizda maktab borligi haqida. Xo'p, demak, ko'rib turgan qolgan belgilar bizda turizm obyektlari yo'nalishi ko'rsatkichi, ya'ni bizda turizm obyektlari qaysi yo'nalishda harakatlansak oldimizga chiqishi haqida axborot beradi. Undan keyingi belgilar xuddi shunaqa turizm axborot markazi, belgilarning nomlari turizm obyektlari 5747 bungacha bo'lgan belgilar turizm obyektlari deb nomlanadi. Ya'ni bizga turizm uchun mo'ljallangan obyektlarni ko'rsatadi. Birinchi bizda masjidni ko'rsatadi, undan keyin me'morchilik yodgorligi, undan keyin esa 5413 belgisi temir yo'l vokzali. Ya'ni bizga faqatgina axborot beryapti, bizda turizm markazlari qayerda ekanligi va turizm markazlarining yo'nalishlari haqida axborot beryapti. Demak, hozirgacha biz axborot ko'rsatish belgilari hammasini deyarli o'tib bo'ldik. Biroq chalkash bo'lishi mumkin, lekin uni olib qaraganda juda ham oson belgilar. Faqatgina bizdan talab qilinayotgan narsa bizga faqatgina yo'nalishni ko'rsatadi va qanday harakat qilishimiz kerakligi haqida axborot beradi. Hech qanday taqiqlar qo'ymasligi mumkin, lekin ba'zi bir hollar bor. Ba'zi belgilar bizga axborot berish bilan bir vaqtda ba'zi bir taqiqlarni ham ko'radi. O'sha narsalarni yaxshilab o'rganib olsa, deyarli bu belgilar ham uncha qiyin bo'lmagan belgilar guruhiga kiradi. Xo'p, demak do'stlar, hozirgi o'tgan mavzumiz bo'yicha kimdadir qanaqadir savollar yoki qanaqadir nima deydi, tushunmagan joylari bo'ladigan bo'lsa, hozir men kanalga yozib yuboraman. Kanalga yozib yuborsa savollar degan joyiga men javob berishga harakat qilaman. Keyingi 5 daqiqalikda savollarga javob beramiz. Agar qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, kanalga yozib yuborsanglar bo'ladi, men yozib qo'ydim. Men hozir o'tgan mavzumiz bo'yicha.
oxirgi belgi bizda hozir ko'rganimizdek turizm axborot markazi, ya'ni bizda qanaqadir turizm axborot markazi bizda turistlar uchun servis ko'rsatadigan markazlar. O'sha markazlarni bildiradi. I harf bilan belgilanadi va shu ikonkalar bilan belgilanadi. Bizda qanday turizm axborot markazi borligi yoki qayerda ekanligi haqida axborot beradi. Shu xolos. Xo'p, prava ekzameniga qancha vaqtda tayyor bo'lamiz? Prava ekzameniga tayyor bo'lish uchun men o'ylayman hozirgi vaziyatda hamma shablonlarni yechib chiqishga harakat qilish kerak. Biz darslarda kanalda ham har kuni deyarli bitta shablon taqdim qilib tashlashga harakat qilamiz. Undan tashqari har kuni deyarli bizda jonli efirlar bo'lyapti. Undan tashqari undan oldin ham biz har kuni jonli efir qilib kanalga tashlab qo'yganmiz. Kim yangi qo'shilgan bo'lsa yoki endi qo'shilgan bo'lsa, kanalda yuqoriroqqa chiqadigan bo'lsa video darslar bor. O'sha video darslarni ko'rgan holatda hozirgacha yetib olishsa bo'ladi. Undan tashqari biz har kuni savollar, ya'ni har kuni bitta shablon, undan tashqari har bitta mavzuga oid testlarni ham hammasini ko'rib chiqamiz. O'sha narsalarni ko'rib chiqib hammasini yechib chiqqandan keyin, ya'ni 1200 ta savol yoki undan ortiq hozirgi vaqtda yangi savollar ham qo'shilgan. O'shalarga ham tayyor bo'ladigan bo'lsa, testga tayyorman desa bo'ladi. Hozirgi vaqtda o'zlaringiz ham darsdan tashqari ham barcha shablonlarni yechib chiqishga harakat qilinglar. Agar qanaqadir shablonlar bo'yicha savollar tug'iladigan bo'lsa, o'sha jonli efir paytida qo'shib mana so'rasanglar, men javob berishga, tushuntirishga harakat qilaman. Biz hozirgi vaziyatda kanalga tashlab boryapmiz, lekin o'chirib yuborilmaydi. Hozirgi video darsda ko'rib chiqsangiz bo'ladi hammasini. Darslarni zapis qilib kanalga tashlab qo'yamiz. Har kuni zapislar tashalgan, yuqoriga chiqadigan bo'lsa, kanalda hamma darslarni topsangiz bo'ladi. Hozirgi bugungi darsimiz 9-dars bo'ldi. Undan oldin ham 8-dars o'tib kanalga tashlab qo'yganmiz. Yangi qo'shilganlar iltimos kanalda yuqoriroqqa chiqadigan bo'lsa, hamma darslar raqamlashtirib qo'yilgan. Bizda bugun 9-dars aytib o'tgandek bo'ldi. Undan oldingi darslar 8-dars, 7-dars, 6-darslar ham, undan tashqari biz 1-darsdan o'tib boshlaganmiz. Hammasi kanalda tashlab qo'yilgan. O'shani ko'rib chiqsanglar bo'ladi, video darslarni. Xo'p, demak, bizda savol kelibdi. Aholi yashash joylarida yengil mashinalar tezligi 70 km yuk mashinalari va sharokat mashinalari uchun ham tezlik 70 kilometrmi? Yo'q, unday emas. Yuk mashinalari uchun yuk mashinalari uchun 70 kilometrga tushadi, lekin shatakka olayotgan transport vositalarining tezligi 70 emas, 50 kilometrda qoladi. Chunki biz bilamiz, aholi yashash joylaridan tashqari yengil avtomobillar 100 km/soat tezlikda harakat qilsa bo'ladi. Yuk avtomobillari esa 80 km/soat tezlikda harakat qilsa bo'ladi. Demak, u ikkala avtomobil ham turar joyda kechasiz aholi yashaydigan joylarga keladigan bo'lsa, tezligini 70 km dan oshirmasligi kerak. Bu vaziyatda endi yuk avtomobili ham 80 dan 70 ga tushadi. Yengil turdagi transport vositasi ham 100 dan 70 ga tushishi kerak. Ya'ni maksimal tezligi 70 bo'lishi kerak. Lekin shatakka olayotgan transport vositasi o'zi belgilab qo'ygan 50 km dan har qanday holatda, har qanday joyda oshmasligi kerak. Shu sababli 50 km dan oshmagan holda davom ettirishi kerak. Bilmayman, to'g'risi hozir qanaqa hujjat topshirish kerakligi haqida men bilmayman. Qanaqa imtihon o'zgarishlar bo'lishi haqida bilmayman. Shuning sababli hech hozirgi vaziyatda nimadir deyishim qiyin. Do'stlar, hozir vaqtda biz ko'rib turganingizdek, belgilarni o'tyapmiz. Hozir bugun axborot ishora belgilarni o'tdik. Undan tashqari endi boshqa belgilar ham bor. O'tyapmiz. Belgilar tugagandan keyin bo'ldi, dars tugadi degani emas. Belgilardan keyin ham ancha mavzular bor. Ya'ni har bitta harakatlanish uchun bo'lgan mavzular bor. Ularni ham o'tib tugatish kerak. Bu belgilar faqatgina bizda 100 ta guruh va 100 ta 8 ta dars bilan o'tishimiz mumkin, lekin undan tashqari yana darslar bor, ya'ni mavzular bor. Faqatgina belgilar bilan yo'l qoidalari cheklanmaydi. Yangi qo'shilganlar bo'lsa, kanalga iltimos yo'l shablonlarni olish uchun, savollarni qayerdan olish uchun App Store yoki Play Marketdan yo'l harakati qoidalari deb yozsanglar, bitta приложениеni, ilovani o'zingizlarga o'rnatib, keyin yechib chiqsanglar bo'ladi. O'sha hozirgi vaqtda biz shablonlarni ham kanalda o'sha programmadan olib tahlil qilyapmiz. Xo'p, demak do'stlar, agar hech kimdan qanaqadir mavzuga oid savollar qolmagan bo'lsa, tugatsak ham bo'ladi.
Agar 5 yil bo'lgan bo'lsa, imtihon sertifikatini olgan bo'lsangiz, menimcha adashmasam shunchaki borib test topshirsangiz bo'ladi. Ya'ni qayta o'qish shart emas, adashmasam. Xo'p, demak do'stlar, agar hech kimda savollar qolmasa, ertaga Xudo xolisa mana shu o'tgan belgilarimiz asosida testdan o'tamiz. Ya'ni bizga 50 ga yaqin testlar bor. Xuddi shu belgilarga oid tushadigan, imtihonda tushadigan testlar. O'shalarni keyingi darsda Xudo xolisa hammasini yechib chiqishga harakat qilamiz. Demak, videoni zapis qilib oldim. Kanalga tashlab qo'yishga harakat qilaman va hozir tugatganimdan keyin tushunmagan bo'lsa yoki kimdirda qotgan bo'lsa yoki qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, boshqatdan ko'rib chiqsanglar, Xudo xolisa yana to'liq o'rganib olishga harakat qilsanglar bo'ladi. Demak, do'stlar, hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darsda ko'rishguncha.